Assalamu alaikum, hürmetlik televizyon ekranı aldırki kırımdaşlar. Bugünkü bu Uyguristan Azatlık Televiziyası haber ve mülahize programımıza hoş geldinler. Yani 1944 yılı Gulcu şehrinde kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin 72. yılını hatırlaş ve bunu esleş ve aşı münasebetle bu Cumhuriyetinin kuruluşunun aldı kendiki halkara vaziyetininki yani bu Cumhuriyetinin kuruluşuna qanday ta'sir ko'rsatganligini bugünkü bu sohbetimizde biz müzakere edip barımız. Biz bugün bu sohbetni hürmetli Abdülümcan bilen edip barımız. Bu 1944 yılı yani birinci Cumhuriyetimiz kurulup, yani Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulup mağlup bo'lgandan keyin, yani uzun ötmey 1944 yılı ikinci Cumhuriyetimiz Gulcu'da kuruldu. Ay yıldızlık kök bayrağımız Şarkı Türkistan asmını da yani tekrar cevlan kıldı. Bu ikinci Cumhuriyet'in kuruluşu da halkara vaziyetinin kandak rol oynadı bunun da. Yani bu halkımızın içki cihetki yani bu yani halkımızdaki bu azatlık ve erkinlik olan teşnalık bilen ilip bırılgan bu azatlık hareketinin neticesi elbette bunun da güçlü rol oynaydı. Ama bu halkaradaki vaziyet vaqtda qandaqdı ve qandaq rol oynadı. Muş doğruluk bir bizge bir malumat bersiniz. Aldı bilen assalamu alaikum, hürmetli Uyguristan qarindoshlar. Bizningki endi bu ikinci qatimliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyetimizningki qurilishi ve onun yani oldin qatimliq reklam 33. yıldaki Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti bastırılgandek yine bastırılıp gitişide halkaralık vaziyet mi mühim rol oynagan hem içki vaziyetlerimiz mi hal kılgıç rolunu oynagan. Yani 44. yıldaki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşu da halkaralık vaziyet degenimizde o çağının özde Yaponiya ilgilep geldi. Aldın qatimki söhbetke o'xshash, söhbetke qisman deb o'tganga o'xshash. Yaponiyaning o'zi Manjuriyani to'liq egallab, Rusiyaning sharq shimolidagi sharq tarafdagi orollarga kelishlik besib kirib, Yaponiya nihoyatda tiz g'arb tarafga qarab ilgirlayotdi. Germaniyaning o'zi Sharq Yevropadan o'tib, hatto Rusiyaningki tuproqlarchilik besib berib bo'lgan shundaq bir murakkab bir vaziyatdir. Endi Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining qurilishida xalqaro vaziyatning qanday roli bo'lgan degan bu mazmunga kelsak, bu xalqaro cho'ng bir alayda nurg'un bir davlatlar o'rtasida bo'lgan bir masala emas. Faqat Xitoyningki dominant hukumati Xitoyningki shu vaqtdagi Kommunistik partiyasi inqiloblari, andakin Yaponiyaning bu Xitoy ishg'ol etidagi rayonlarga ilgirlab kirishi qatorliq shunchalik bir munosabatlarni nazarda tutib bo'ldi. Yani bizga bo'lgan ta'sirida, bizningki mustaqil bo'lishimizningki tashqi sabablarini tahlil qilganda mushu doirani tahlil qildi. Başka Amerika yoki Angliya bu jiroq tarafdagi bu davlatlar bilan quyuq bir alayda ta'sir ostiga kelgidek bir vaziyat yo'q. Sovet ittifoqi bu chaqning o'zi, ya'ni 44 yildagi Cumhuriyetimizning qurilishiga Sovet ittifoqi alayda askariy, qurol va moddiy jihatdan, siyosiy jihatdan bir davlatning qurilishiga kerakli moddiy ve siyasi cihetten beradigan yordamni Sovet ittifoqi bergan. Endi bu Sovet ittifoqininki bizga undaq yordam berib, bu yerda bir bizningki mustaqil bir davlatimizning qurilishiga nima uchun qiziqib qoldi, nima uchun yordam berib qoldi deganda Sovet ittifoqi shu vaqtda o'zini yana bir qandaq qilib qo'g'dab qilish, qandaq qilib saqlab qilish g'amidan aytdi. Nimeldi, şunun elektrikli qalğan bir çağ. Germaniya qısta berib almasdan G'arb Yevropa tarafdan, andakin u yoqdan Yaponiya qısta kelib atdı.
Sovet İttifaqının özü ciddi bir atom texnikasiga ehtiyoj bo'lish vaqtning o'zida Sovet İttifaqı Ukrainani ep bo'lish vaqtning o'zida Germaniya Ukrainani ep bo'ldi. Ukrainada atom uran zapisi bor. Sovet İttifaqınınki u yerga uzun yağı xiris qilib, bu yerga kelib bo'lmagan uni Germaniya ep bo'ldi. Endi Sovet İttifaqının shu 1920-yildan boshlab bizningki vatanimizning shimol tog' nimalarida charlash ep berib, shu yerda uranninki zapisning borlig'ini bayqab, xeli u yerga qarta o'zining bir strategiyasini xeli burun belgilagan. Endi bu Ikkinchi dunyo urushi mezgilidagi Sovet İttifaqının birinchidan o'ziniki territoriyasini qisqaryapti, egib bulamadı. Ikkinchidan buni taqobil turish uchun bir atom yadro qurol yasab chiqish kerak. Shuning uchun bizniki Sharqiy Turkiston ozodlik harakatiga yordam berib, darhol bu yerda bir vaqtli bir territoriyani Sovet İttifaqı o'zining idorasi ostida elib, bu maqsadga yetish. Birinchi Sovet İttifaqının bizga yordam berishidagi maqsad shu. Endi O'rta Osiyodagi Ashirvoydi apandi, Yusufbek Muxlisi apandiga o'xshash shu davrdagi davlat qurilish harpisida inqilobga qatnashgan va davlat qurilgandan keyin shu davlat xizmat qilgan shundoq peshqadam zotlarning o'tirib qo'ygan fikrlarida asosli bu yerning o'zida bir Uyg'ur mustaqil davlatning qurilishini asli Sovet İttifaqı xohlab ketmaydi. Xuddi 33-yili bu yerda xohlamay Shinshisayning qo'li bilan G'ojinyoz hojini qistab, bu yerga bir bulon qistab aytilib, 33-chi qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini tubdan yo'qotgani deb bu 44-yili yana qaytib bu yerga bir davlat qurishni xohlamaydi. Lekin o'z manfaatini ko'zlab va bu yerga bir vaqtliq bir rayonning o'zini, territoriyaning o'zini o'z ta'siri ostiga ep turish planlayapti. degan shu mazmunni olg'a surib ular ko'p fikr bayon qilgan fikrlar bor. Endi amaliyotdan qarasaqmi, Sovet İttifaqı 33-yildagi Cumhuriyatimizning xolimidi, masalan, mustaqil bir davlat bo'lishimizning xolimidi. Xolimay o davlatni bostirib o'tib, 10 yildan keyin meni qanday qilib bu vatanimizning shimol qismida bir Sharqiy Turkiston mustaqil jumhuriyatiniki qurilishiga qanday yordam qilgan deganda shu asosiy o'z Ikkinchi dunyo urushidagi, ya'ni Germaniyaning qistab berishi, Yaponiyaning qistab berishi, bu shunday vaziyatlar tufaylidan Sovet İttifaqı o'zini o'z g'amida bu yerda bir vaqtli nima qurib chiqqan. Degan bu tashqi vaziyat shu buniki. Endi buniki ichki vaziyat, bu davlatning qurilishidagi ichki vaziyat qanday bo'lgan deganda Xitoyning shu vaqtdagi vaziyati, masalan, 33-yildagi Cumhuriyatimizni bostirib bo'lgandan keyin Shinshisay, G'ojinyoz birlikda Rus hukumati birlikda bu yerdagi tungallarni hamma asosan yig'ishtirdi. Bu yerdagi nurg'ulg'an isyon qilayotgan har turli kuchlarning o'zini yig'ishtirib, bir yoqliq qilib, bu yerda asosli bir umumyuzlik bir rayonga aylantirib, bu yerdagi vaqtli poch hukumatlarning hammasiga asosan xotim berib, 1939-yil bu yerning o'zida bir vaziyat shakllandi. Ham bu yerga Nanjing hukumatimi ilgirlab bu yerga o'ziniki vakillarini kirgizdi. Ham bizning ichimizdan Xitoyparast, Gomindanparast odamlarni ko'plab yetishtirdi. Bu yerda Gomindanning ta'siri kuchli bo'ldi. Ham bu yerning o'zida bu Xitoy Gomindan hukumati bu yerni o'z nimasiga elish, ya'ni to'liq mustamlikasiga elish uchun bu yerga oldin 33-yilga qaragan chaqda 44-yillarga tegishli oraliqda keng ko'lamli siyosat yurgizdi. Qirg'in qilish, bostirish, har turli zulm shu vaqtda son-sanoqsiz hozirga o'xshash, hozirgidan qilish xusus zulm saqlan shu vaqtda. Shunday bir zulm avjab ketgandan keyin 33-yilda bostirilgan Cumhuriyatninki qatnash kuchlarining hayot bor nurg'ulg'an
muhim shaxsli hayot bor. Ondan keyin nurg'un fidoi qismli hayot bor, fidoi odamlar hayot bor. Yana bir isyon ko'tarilsa, yana bir inqilob qo'zg'alsa o'zlik, vatanimizni bir mustaqil qilsak, yana bir davlat qursak deb intilish vaqtiga o't o'chmagan xalqimizda. İçki vaziyat şundaqti, şu nilqida qo'zg'algan 1943 yilning oxirlari, 44 yilning boshlari nilqida qo'zg'algan azroq bir inqilob shamillar, qo'zg'algan shamillar o't elib bu inqilob tashkillanib G'o'lji tarafda G'o'lji shahargacha kamaygandan keyin Janub Timur bo'yniki ta'siri kamayib u vaqtdagi Gomindanninki bu Janub tarafini to'liq idora qilib ketgan harbiy kuchi yo'q masalan. Siyosiy, ma'muriy tarafni idora qilayotgan bo'lsa-mu, harbiy, askariy, ya'ni idora qiladigan kuchi yo'q. Undaq bir bo'shliqda Janub tarafdan ko'plab fidoilar shimolga o'tib urushni aytdi. G'albilik elib berib, shunga tiz fursatda bir qancha oy ichida u yerda bir hukumat qurg'idak, mustaqil bir territoriya belgilab chiqqadak mag'durga ega bo'lgan. Masalan, o tashqi vaziyat desakmi, sirtdan qancha yordam qilsa-mu, ichidan undaq bir ximit turish bo'lmasa, masalan, ichki omil, ichki vaziyat undaq bir pishib yetilib, o'zini fido qilib, zodi birisi o'lsa, oqisidan 100 mingi olg'a ilgilab mang'adak bir vaziyat bo'lmasa, u tashqi vaziyat rol o'ynamaydi. Endi demek biz aldınqı qitimliq söhbətimi bu Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun aldı kendik vaziyetine təliq qilgan söhbətimi siz oturup koydunuz. Yani bu Macun Yung'un ki yani bu Şərq Türkistan'daki bu inqilabi vaziyet ve devlet kuruluşunun harbisideki vaziyet şunda yaxşı şekillenip bir milli bir devlet oturup çıkışının aldınqı yani harabısıda qandaqdır əlaqə bir xilafət quruş şuarını oturga yani aldığı çıkırıp durup bu yani əlaqə ikiga bölüp yani bir bölünüş payda qilish ve bu arqılıq nimege Hoca Nezacimga zəhər beriş qatarlıq bir türlük senariyalar oynanğandı. Bunun da sizningçe bu Jang Jishi tarafından bir yani bir qandaqdır berilgan buyruq barmidi ve yoki bu şu qandaq bo'lgan şu vaqtda mesela bu yani hazırsak o to'g'riq bir yozma material ko'rmadik. Yani Jang Jishi şu Macun Yung'un o'ziga rasmiy yorliq tushirib, sen şu Uyg'ur rayoniga berib, Uyg'urlarning o'zini yana bular mustaqil bir davlat qurib, bizga tahdid bo'lishi yoki bizdan to'liq o'zlik chiqish ehtimoli nihoyat kuchli turdi. Shunga u yana qalayimqon qilib turib, shunda bir islomiy bir xilofat quramiz, dunyoga islom xilofatini hukmron qilamiz deydigan mondoq bir plan bilan o'tirib chiqib, u yerga Uyg'urlarni sen qalayimqonlashtirsa deydigan yozma bir yorliqning borlig'ini hozircha uni bir olmamizdan ko'rmadik. Ama şu vaqtdagi vaziyatni aytgan chaqda, masalan, Macun Yung'un qo'shinini 36-batalyon deb o Jang Jishiniki Gomindan hukumatining undaq bir sharaflantirishi uni o'shunda bir unvon bilan atab, ya'ni huquq berishi masalan, 36-batalyon deb huquq berishning o'zidan zojib o albatta Jang Jishi bilan Macun Yung'u o'tirsa shundaq bir to'xtam bo'lishi mumkin. O hemen aşkarlık çıktı tarihte, aşkarlık çıktı. Endi bu Macun Yung'unki, endi maşıya deyin ama 44. yıldaki ichki vaziyatga kelsak, endi hozir oldi deganimizda masalan bu 44. yıldaki Cumhuriyetning qurilishidagi tashqi va ichki vaziyatni to'g'ri qisman to'xtaldik hamda. Buning bostirilishidan. Endi hozir men shuni so'ramoqchi. Endi masalan hozir yuqorida biz bu Cumhuriyetga kuruluşu turtki bo'lgan ichki va tashqi amalni analiz qildik. Endi buning yana qanday tiz qurilgan bo'lsa 44-yil qurildi. Bu 49-yil yana mag'lub bo'lib ketdi. Buningdagi yana bu asosli mag'lub bo'lishining asosiy omili ichki omilmi, tashqi omilmi? Buni mesela qanday qaraymiz? Bu yerda endi tashqi omil degan chaqimizning o'zida Ikkinchi dunyo urushi masalan 45-yilda asosan oxirlashdi ya. Tashqi omilning o'zi masalan Sovet ittifoqining o'zi bizni zodi bir ko'zir qilib, aşağıdaki uranni qo'lga tushirish maqsadida ham o'ziga bir ozroq chekinish
bazısı tayyorlash Germaniya doim ishkilab yoki berilaversa Rus tuproqlariga. Yaponiya ham ishkilab kiraversa Ruslarning o'zi janub chekinib, balkim Angliya territoriyasiga yurish qilishi mumkin. Shundaq bir vaziyatda u ham qurib chiqdi yani. Tashqi vaziyat shu. Endi bostirilishi tashqi vaziyatni nazarda tutgan chog'imizda 45-yili Ikkinchi dunyo urushi bostirildi, tugadi asosi. Bu Amerikaniki Yaponiyaga atom tashlash munosabati bilan Yaponiya sharqda taslim bo'ldi. Urushda Sovet ittifoqiga tahdid tugadi. Ondan keyin Germaniyaning o'zimi urushda taslim bo'ldi. Shu Yaponiyaga tashlagan bir atom bilan Germaniyaning o'zimi asosan mag'lubiyat uchirdi. Endi bu yerda Sovet ittifoqiniki doim bizga yordam qilib, bir Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining o'tirg'i chiqishini ehtiyoj qolmadi. Masalan, Sovet ittifoqi uchun aytgan chog'da bir ehtiyoj qolmadi, ortiq ehtiyoj. Uning ustiga Ukrainadagi atom zapisi Sovet ittifoqiniki qo'lga o'tib qoldi. Germaniyaning mag'lub bo'lishi bilan Sovetning qo'lga tushdi. Unda bo'lgandan keyin bu tinchimas Uyg'ur diyori degan o'xshash bu isyanka bu millatning o'zini Sovet ittifoqi yana doimga tutib turib bir davlat qurib oxirgi vaqtchilik bu yerning o'zini qurib chiqishini o'zini ortiq bir yuk his qildi masalan. Bu yerning o'zi asosan endi men ortiq ishim yo'q degan bir tunishga keldi. Hem şu vaqtdagi Yalta shartnomasi degan bir narsa bor. Yani bizga baxtsizligimiz uchun lent kesilgan bir yig'in shu Yalta shartnomasi. Shu jag'ning o'zida Xitoy hukumati masalan, Angliya hukumati, Amerika hukumati, Fransiya, Sovet ittifoqi bu bir qancha kuchlar to'plashib, uzun bir qancha oy munozara elib berib, bu yerning o'zida bu territoriyani belgilash. Shu vaqtda Ikkinchi dunyo urushi, Birinchi dunyo urushi bostirilgandan keyin bir qatim territoriya belgilanib ekan. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin yana bir qatim territoriya belgilandi. Shu vaqtning o'zida bizni asosan tashqi vaziyat bo'yicha aytgan chog'da bizni Xitoyning mustamlikasiga tashlab berish belgilangan masalan. Mayli Xitoy Kommunistik partiyasi g'alaba qilsin, mayli Xitoy Gomindan partiyasi g'alaba qilib bu yerda bir birlik o'tirg'i chiqara olsa, Xitoyni idora qila oladigan bir kuch o'tirg'i chiqqan chog'da, ondan keyin bu Uyg'ur rayonini, Sharqiy Turkiston, butun Uyg'uriston hamma territoriyaning o'zini Xitoy idora qilish kerak deydigan shu vaqtda bir asosan bir oldin ola bir plan o'tirib qo'ygan. Ammo bu hargiz hukm emas, bir plan, bir to'xtamnoma. Bu shundoq bo'lishi kerak degan to'xtamnoma. Ammo bu to'xtamnomani ijro qilishga ne Amerika, ne Angliya, Fransiya hech kim bu yerga bir qo'l tiqib, bu yerni bostirmaydi. Amaliy bir shaklda. Amaliy, masalan, bu Suriyadagi vaziyatga kelsak, islom xilofat, islom davlati degan haqida Amerika qurdigan aqsa Amerika deb aytib jiq tahlil var masalan. Bu yerning o'ziga hozir Rossiya qo'ltiq oldi masalan, urush qilib, Turkiyani qo'ltiq oldi, urush qilib bostirib, Amerika hamma kuchlar yani bostirib oldi. Kim kimni o'ltirayotganligi noma'lum, shunda bir o'ltirish bo'ldi. Endi bu tashqi vaziyatniki bu yerga rasmiy qurolli qaralishi bor. Ammo 49-yili bizningki davlatimizning bostirilishiga tashqi vaziyat bunda bir qo'l tiqmagan. Faqat bir tashlab bergan. Agar bu yerda bir territoriya belgilanmoqchi bo'lsa, bu Uyg'uriston rayoni butunlay Xitoyning qo'liga o'tish kerak deydigan faqat bir plan o'tirib qo'yilgan. Shunga bir to'xtam tutilgan. Ulardan boshqa bir qo'l tiqqan bir harakat yo'q. O masalani asosli Sovet ittifoqiga tashlab qo'yilgan masalan. Sovet ittifoqining o'zi u yerning o'zini mustaqil bir davlat qilib oxirgi ochgandi yoki bo'lmaydi, u yerni Xitoyga tashlab berandi. Ya shu doim yerim urush holatida saqlab turgan bir rayon qilib turamdi. Bu faqat Sovet ittifoqining o'zining quliga qolgan bir ish bo'ldi shu joyning o'zida. Aniki ichki vaziyatga kelsak, bu yerning o'zida shu 44-yili 11-oyda mustaqil Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurildi. Bu jumhuriyatning ta'siri shundoq tez kengayib mangdi.
bir qancha oylik urush bilan Manasqcha berib bor masalan. Shu vaqtda Urumchida asosida Xitoy Gomindan hukumati rasmiy Xinjiang o'lkalik hukumatni qurib, ta'sis qilib, vatanimizniki hamma yerlar asoslab o'ziniki ma'muriy o'rinlarni ta'sis qilgan. Gomindanning rasmiy mustamlikasiga o'tgan davr shu endi. Shu vaqt shu Gomindanninki mustamlikasi bo'lgan bir tuproqning o'zida az vaqt bo'lgan urushning o'zi Manasq daryosiga vaqtli masalan ilgirlab bordi. Janub tarafning o'zi Xotan, Qashqar, hamma yerda Oqsuv, Quchoq, mushu tavallikning hammasidan qo'zg'alangan masalan. Gomindanninki nimalarga qarshi qo'zg'alib turibdi, doim urush bo'lyapti, partiyalik urush bo'lib turayotgan shunday bir vaziyat. Endi agar bu nimani u shuning o'zida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati, G'oljidagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining hukumat tarkibida masalan Stalin nima desa shuni ijro qiladigan rahbarlar bor. U yerda bir mustaqil davlat qurish uchun emas, Stalinning buyrug'ini ijro qilish uchun kirgan davlat rahbarlari bor masalan. Isoqbekka o'xshash, Delqonga o'xshash generallar masalan, shunga o'xshash Uyg'ur rahbarlari bor, Stalinning buyrug'ini ado qiladigan. Stalin otdisi atadigan, yotdisi yotadigan bunday shaklda vazifa bilan vazifa ijro qilayotgan bunday xodimlar bor davlat kabinetida. Ondan keyin Xitoyga beqingan josuslar bor masalan, Abdukarim Abbosovga o'xshash. Abdukarim Abbosov Xitoy Kommunistik partiyasiga bog'langan odam. Shu davlat kabinetidagi odam, harbiy safdagi Janubga yurish qiladigan qo'mondonlik shtabining boshlig'i. Muhim bir odam, inqilobni tashkillab, milqida shu ozodlik harakatini qo'zg'ab chiqqan odam. Shunga o'xshash Gomindan Xitoylarga beqinganlar bor, kommunist Xitoylarga bog'langan odamlar bor hukumat tarkibida. Doim ichki ziddiyat bo'lib turdi. Shu Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumat kabinetining ichida ziddiyat bo'lib turdi doim. Bu hamda davlat kabineti ichidagi masalalar. Ondan keyin Gomindan tarkibida Gomindan ishg'oliyati ostida qolib qolgan Urumchi qo'shilib Turpan qo'mi bu janubdagi 7 viloyat deb atalgan shu vaqtda Gomindan idorasi ostida ishg'oliyati ostidagi 7 viloyatga rahbarlik qilayotgan ham Gomindan presslarmi cho'ng rol o'ynaydi. Bu bastırılış. Bu bastırılışda emas, bu davlatning darhol bir mustaqil bo'lib ketishini oldini oldi. Masalan, Shimolning o'zida 3 viloyat deb 3 viloyat degan gap 3 degan gap emas bu. Mushu Oqsuviniki shimoldan Muzattirdan boshlab, Tekasdan boshlasangiz, 6 oy ko'chak bo'rg'ila, oshyaling hammasi qo'shilib, vatanimizniki asosan 5 dan 2 qismi degidek mustaqil bir davlat bu yerda. Bu davlatning o'zi 1945-yili 5-oygacha shu yerga Yaltadagi to'xtam bo'lib, Manas daryosi bo'yicha to'xtamlar deb shu buyruqni tushishi orliqda bu yerning o'zi shunday territoriyaga kirib bo'lgan mustaqillik territoriyasiga. Endi bu janub tarafda qo'zg'alanib turadi Xitoyga qarshi, ashadagi Gomindanninki valilariga, g'alchilarga to'xtab qo'ygan Doğullarga qarshi qo'zg'alon bo'lyapti. Endi bu janubdagi 7 viloyatga rahbarlik qilayotgan Uyg'ur gomindanchilarim bor masalan, Nopuzluq. Ondan keyin bu yerning o'zida mustaqillikninki bu Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining territoriyasining janub tarafga doim ilgarilishining oldini olib turdi. Xilq ichida viloyati jonliq tashkil qilib turgan gomindanchilar masalan. Shu vaqtdagi tashviqot ishlariga Mamtumin Bug'ra Hazratim Masuka tashviqot ishlariga. Mamtumin Bug'ra Hazratimninki shu 45-46-yillari Altay nashriyati degan shu nashriyatda, u Altay nashriyati degan gap Altayda chiqqan gazetning gap emas ekan, bu Urumchida qilgan u. Eti Altay nashriyati. Urumchida qilgan ish ekan. Shu kishiniki yozgan maqolalarimi xeyli rol o'ynagan. Endi Mamtumin Bug'ra afandimning o'zi vaqtning o'zida
ideologiyalik bir nimaga yutib qolgan bo'ladi. Bu yerda mustaqil qilish, bu Sharqiy Turkistonning o'zini bir kutum mustaqil qilish kimning kuchidan bo'ldi desa, shu Sovet ittifoqining kuchidan bo'ldi. Masalan, shimoldagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga qo'shilish ularga madad berish bilan bu yerda mustaqillik amalga oshdi. Ammo buni kommunist, Rus kommunistlarga yaqinda bu kommunizm degan intayin xatarlik narsalarda kommunizmdan nafratlanish orqali bularning o'zi mustaqillik ayol tutsin. Biz kommunizm qarshi turaylik deydigan mana bir pataq ketib qolgan. Hozirmi bu ba'zi ahli ilmlarimiz tashviqot qilyapti, undan so'zlayapti, qisman so'zlarda eskartib qo'ydi. Biz mustaqil bo'lsak faqat Allohning kalimasini ustun qiladigan, Qur'onni qonun qiladigan bir davlat qurolmaydigan ish bo'lsa, u mustaqillikning bizga foydasi yo'q, balki zina va deb ba'zi bir tashviqotlarni anglayapmiz masalan, hozir o'ylamolarimiz. Shu vaqtning o'zidami g'olliq bir turkum diniy o'limalarimiz siyosatga aralashayotgan, masalan, Muhammad ibn Bug'ra hazratimga o'xshash siyosiy ularning o'zimi masalan shu vaqtda yo'q, mustaqil bo'lgan bo'lsa emas, mustaqil bo'ldik deb ondan keyin Sovet ittifoqidagi qarindoshlarimizga o'xshash kommunizmniki zulmi ostida kelib qolsak, buningda yomoni yo'q deb Xitoyning tarkibida bir avtonomiya shaklida, oliy muxtoriyat degan avtonomiya degan gap hozir qanday. Avtonomiya huquqini bersa, biz Xitoyning tarkibida kelishimiz kerakki, ammo Ruslarninki yardım ostida, Ruslarning ta'siri ostida bir kommunist xarakterdagi davlat bo'lsa bo'lmaydi deb shuni qo'yib ketgan. Amaliyotda bo'lsa, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati kafir kommunist bir davlat emas. Elxon To'ramda sallarni yo'rayib turib imomat qilib zotning o'zi Cumhur reisi masalan, nurg'ulg'an e'tiqodli ahli ilmlar var. Şu Cumhuriyetninki davlat kabinetida shunda bo'lgan. Ammo qandaki bu ideologiyalik bir pataqqa ketib qolgan bo'lar. Ketib qolib, biz Muhammad ibn Bug'ra efendimninki shu vaqtdagi yozgan maqolalarda shundaqning balki millatchi yoshlarni qo'zg'ab chiqib, Sharqiy Turkiston millatchilari, Turkiston millatchi yoshlar guruhini tashkillab chiqib, biz ileridagi kommunist hukumatni kengaytirishning oldini oldik deb shu vaqtning o'ziga yozgan maqolalari var, tashviqotlari var masalan. Endi keyin endi Turkiyaga kelib 56-yillardan keyin yozgan tarixiy materiallar var efendimniki. Onun da başqacha pishman qiliqim bor, uni da silahlaştırib etmangan. Shu vaqtdagi vaziyat butunlay bostirib tugagandan bir davlatning o'zi Gomindan ammasi vaqtida barbat bo'lib ketgandan keyin bu tuproq butunlay bir chiqmas bir mustamlikaga tushib ketgan bo'lgandan keyin ondan keyin mulohiza qilib, analiz qilib biz mundaq ishni olib borganda qisman remont qilib mundaq qilgan bilan o'zi shu vaqtning o'zida shu Gomindan hukumati tarkibida, ishg'oliyat hukumat tarkibida xizmat qilayotgan chog'ning o'zida yozgan tashviqot fikrlarining o'zi u vaqtda Sharqiy Turkiston Jumhuriyati tutgan qarshi edi. Buni kengaytirishning oldini olish uchun narsa aktiv xizmat ko'rsatgan. Ya bu kishini hargiz yomon bir odamga deganlik emas. Onda daramaymiz, ammo shundoq faraz qilgan. Vaziyatni shunday faraz qilib qo'ygan. Nima ish qilganda Xitoy ojiz. Xitoy agar Gomindan g'alaba qila olsa, Gomindan o'zi noati qansirab ketgan bir vaziyatda. O Gomindan bu yerga kirib ishg'olga kelib bizni butunlay vayron qilib ketolmaydi. Biz shundoq bir avtonomiya shakllantirib olsak, undan keyin xalqimizni tarbiyalab, yetildirib, kuch to'plab, u vaqtida demokratiya usuli bilan ovoz qo'yib, mana ham o'z taqdirimizni o'z belgilab, mustaqil bo'lib keta olamiz deb ma'ni nima o'tirib qo'ygan. Biz urush qilib mustaqil bo'lolmaymiz. Sovet kuchli. Urush qilib mustaqil bo'lsak, Rusning qo'liga tushib qolamiz. Rusning idorasiga tushib qolamiz, kommunist bo'lib qolamiz. Gomindan bizga urush qilib, mustaqil bo'lishga yordam qilmaydi. Darhaqiqat Gomindan qarshi bo'layotgan urush bu vaqtdagi urush. Endi bizga boshqa yerdan bir qurol yordam qiladigan kuch yo'q. Angliyani o'z amali bilan qoldi masalan. Angliya ham yordam qilmaydi o'sha holda. Hozir bizga baribir yordam qilmaydi, shu vaqtda yordam qilmaydi inglizlar.
Bundaq bir vəziyyətin özüdə əgər quralliq uruş qilib, rəsmi qo'zg'alib chiqib, yəni bütün bir müstəqil bir birlikləgən bir dövlət Şərqi Türkistan Cumhuriyeti yoki Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyeti qanday olmasın bir cumhuriyet qurish uchun faqat Sovet İttifaqıga beqinish kerak. Amma əfəndimlər Sovet İttifaqıga beqinmaydı. Aşı komünist degan bir narsa bularniki qalası kirib olgan. Muş İlhan görəndək bir dini zatın özünü kommunistlik və haqarətlə etməsən. Bu Ürümçi tərəfki Gomindan'ınki hökumətindəki bizimki Uyğur dahilərimiz aşında qarət etdi onu. Hazırki ilki Amerika, Qarab degəndək. Hətta şu vaxtda əmdi ismini bəgil olmaydı. Nətim mötəbər bir zatın özü, bir dahinin özü 1946-cı ili 47-ci ilki işkiyə nəmə Birləşmə hökumət bastırılmadı, Birləşmə hökumət buzluq etdi. Şərqi Türkistan Cumhuriyeti ilə Gomindan ölkəlük hökuməti, Şinjan hökuməti birləşib bir vaxt hökumət qurğan bir yerdə. Tinchlik əməldaşımızda. Xuddi 34-cü ili Şinsi Səylən Hacı Hacı Birləşmə hökumət qurğan oxşaşlar 46-cı ildə bu yerdə şundaq bir hökumət qurulub çıxdı. 47-ci ili 4-cü ayda bu hökumət öz işçidən çoğulup Şərqi Türkistan Cumhuriyeti tərəfindən gələn Əhmədcan Qasimi qatarlıq rəhbərlər Qo'lcuğa qayıtıb getdi. Gomindan rəhbərləri Ürümçidə qalıb qaldı. Şu çağının özü də məşhur bir mötəbər zatның özü Zhang Jijunga bir təklif yazğan ki. Bu təklifini yazışda bu yerdəki tinchlikni buzub, Şərqi Türkistan ili Uyg'urlari bu tinchlikni buzib ketib, janubga doim kuch kirgizib, bu yerda partiyalik harakat tashkillayotdi. Janub xalqininki diniy e'tiqodini aytib kuchli. 10 yil burun bu yerda Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilgan. Uninki ta'siri u yerda mutlaqo yo'qolmadi. Shuningdek biz shu ilk Uyg'urlarning oldini olish, shu kommunistlarninki janubga kengayib ketishining oldini olish uchun 33-yildagi Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetini janub tarafda bir tashkillab, janubdagi musulmon Türkiye'nin o'zini qo'zg'ab chiqib, shimoldagi bu kommunistparast, rusparast bu ili Uyg'urlarga qarshi turadigan bir vaziyatni shakllantira olmayman. Mushuninga Zhang Jijun janoblari bir tasdiq bersangiz deb Zhang Jijunga yo'llabdi. Bu 47-yili 6-cı ay mezgilde yollanan xatga. Zhang Jijun bunu ko'rib, bu sodiq dahiga ishonmabdi de. Ey, mushu bizga tuzaq quyotgan o'xshaydi. Shimolda bir bilik mustaqil bo'lib qoldi. Janob zaten mustaqil bo'lishning oldi turib kuchimiz ajrab ketdi. Endi bu Islom Cumhuriyeti birlik qurib chiqsa, balkim bu idora qilolmay qolsa, bu biz bilan uzun yo biz bilan birga yashayotgan bir Gomindan parast bu. Buningga u yerdagi janobdagi musulmonlar ishonmay qolib, bu idora qilolmay qolsa, u vaqtda bir butun bilan mustaqil bir alg'iki bir davlat o'tishi mumkin deb ishonmay Zhang Jijun tasdiq bermagandan keyin bu zotning o'zi saqlab chiqib qo'ysa javob yo'q. Ondan keyin bu xatning aynan nusxasini Zhang Kechiga yo'llaydi. Zhang Kechi dahi marshal deb atayotgan ular marshal janoblari, men Zhang Jijun janoblariga shunday bir iltimosni yozsam, javob qilmadi. Mushuni o'zlari bir tasdiqlab qo'yishlar deb yo'llagandan keyin shuning bilan o Zhang Kechi bu zotga javob bermay o xatni Zhang Jijunga yo'llaydi ekan. Yana qo'shimcha bir yorliq tushirib, siz bu yerdagi ahvolni mendan yaxshi bilasiz. O'zingiz tekshirib, ahvolga qarata, siz qanday belgilasangiz, shu bo'yicha bo'ladi. Men bu yerga ishga aralashmayman. Markaz u yerni texnik to'liq bilib ketamaymiz biz. Siz mas'ul u yerga Zhang Jijun ondoq yorliq tushirdi. Tushirgandan keyin Zhang Jijun andan keyin bu bizniki bu mo'tabar dahimizni yomonlab ketgan gapda, men atlab o'tib sen qanday qilib o marshal janoblarga sen bu azni yo'llaysa deb azrab uchuqda bu yerda unda qilolmaydi. Janobdagi bu musulmon o'g'irlarning o'zini yo'lab ochiqib qo'ysangiz, bular shimoldagilarga bir jumlab qo'shilib ketib qolsa qanday qilasiz? Bu
bunda aqlsizlikni qilmang. Biz sizga ishonamiz, siz nihoyat xizmat ko'rsatgan zot, ammo biz janubdagi xalqimizga ishonmaymiz, ishonch qilmaymiz. Sizlar chaqliqli bir odam bu yerda bir 15 ni oshmaydigan shu vaqtdagi Şinjan hukumatda Gomindanga sodiq xizmat ishlayotgan bizning dahiylarimizning ichidagi Gomindanga oid sodiq ishonchli odamga 15 ni oshmaydi ekan. Mumkin Bug'ra Hazratimga Gomindanga ishonmaydi asosli. Buni aytib mustaqilcha bu hamon bizga bu osiylik qildi deb Muhammad Emin Bug'ra apandimga ishonmaydi ekan masalan. Endi shunday bir vaziyat bo'lgan, ya'ni demak bizniki janubdagi 7 viloyat degan bu gapning o'zi hamda bu tuproqning o'zida asosli Gomindan qo'shinlari, Gomindanninki hukumati u yana ashta turayotgan Sovet ittifoqi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga hukumatiga yordam qilib buni kamaytirishni oldini olib to'sib qo'ydi. Adam qilma yordam to'xtatdi. Hatto ilgirlashni to'sibdi, o'shini to'xtatsizlar. İkinci Dünya Uruşı hem de Besik'te Esra'nın uğraşını toxtatısılar da uğraş toxtatışını tavsiye qildi. Ama Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti'nin ki ta'siri Janub tarafga ilgirlatmaydi. Mesela Sharqiy Turkiston İnqilobiy Xalq Partiyasi de bir partiya qurildi maxfiy. Sharqiy Turkiston Yoshlar İttifoqi degan bu tashkilot qurildi. Janubda qurilgan tashkilotlar shu. Kuchadan boshlab Xotangi vaqtcha qurilgan. Buningga Ahmadjon Qosimiy efendim maxsus o'zi qo'mondonlik qilgan tashkilotlar bo'ladi. O'shundaq ta'siri menvatgan. Ammo bu yerning o'zini faqat bu yerning o'zini mustaqil bir e'lon qilish uchun shu markaziy hukumat, ya'ni Urumchidagi Gomindanga qaraydigan markaziy hukumat deb atalgan bu hukumatning o'zi xodimlari buni e'lon qilish kerak aslida. Biz bir butun Sharqiy Turkiston hukumati qurildik. Agar Jungo hukumati, Jankesh hukumati biz bilan ittifoqdosh bir do'stona o'rnatib olsa, bizning mustaqilligimizni qo'llash kerak. Biz Sovet ittifoqi, Jankesh hukumati hammamiz o'rtaq bir ittifoq tuzib, bu ham o'zi mana bir vaziyat shakllantirmamizda bir plan yo'lisi bo'ldi. Ama bir plan bağlı. Bu vaqtida shuni qilolmagan qirg'idak jur'atdagi ba'lari oz. Masalan Muhammad Emin Bug'ra efendim qis qilalaydi shu vaqtida. Ammo o'zini kuchsiz his qilgan. O'zining ta'sirini mo'ljallab bo'lolmagan masalan. Hech bo'lmasa Qashqar taraf kichkina bilan Qashqar Xotanda qo'shib ham Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati asliga keldida e'lon qilayotdi. Uni nima bostirolmaydi Jankeshi. Bu Urumchidagi Gomindan hukumati qurolliq bostirolmaydi. U vaqtning o'zida tekasning o'zida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati bor. Tekasdan shunda pastga tushsangiz, Muzattaqning otlab tushsangiz, Oqsuv qo'shib, Qashqa otish, matrafning o'zi chegarab tutilishidir. Qo'lchi tarafdagi qurol, qurolning o'zini akirib aşağıya yo'tkab, ma'lum bir qismi yo'tkab akirib, mudofaalansinmi, u vaqtning o'zida hech bo'lmasa vatanimizningki Üçten ikki qismi mustaqil e'lon qilinadi, mustaqillik e'lon qilinadi. O chaqilda Sovet ittifoqi balkim to'liq tashlab berib mumkin Xitoyga qarab. Bular o'zi idora qila oladi ekan. Menga kuch ketdi, menga alaydi besim kamayayotgan bular idora qila olishi mumkin deb balkim fursat berish mumkin deb. Ammo ishchidan bularga mustaqillik intilmagan. Mushu Qumuldan boshlab Xotanga vaqtcha Urumchi mushu rayonning o'zi 7 viloyat deb atalgan mushu rayonlarning o'zi mustaqillikka qarshi. Ya'ni xalq emas, asosli g'olliq kishilar mustaqillikka qarshi. Biz mustaqil bo'lsak, kommunist parast bir davlat bo'lib qolgandan mushundoq Gomindan parast Xitoyning ishg'oliyati ostida bir muxtoriyatda yashashimiz kerak deb buni talab qilgandan keyin Sovet ittifoqi bularga ko'p kuch chiqarmadi. Shu 49-yilning 10-oyida Xitoyninki Gomindanlari kommunist g'alaba qilib, Gomindan mag'lub bo'lgandan keyin, andan keyin o Xitoyninki davlat qurilgan qurultoy murosimiga
bizning Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining rahbarlarini vekil bo'lib qatnashsizlar deb Sovet ittifoqi qistab ularni yo'lga soldi. Yolg'on ayblan qazosi qilib uni Sovet ittifoqi territoriyasida ularni tutqun qilib, turmaga solib saqlab turdi. Ondan keyin bizniki mana Gomindan tarafdagi rahbarlarimiz qanday qildi degan chaqning o'zida qechib ketdi ular. Tashlab ketdi u, ya'ni Jankashning o'zi Tayvanga qochib ketgandan keyin va bu yana qanday qilsam qil deb tashlab qochib ketdi Jumhuriyat Jankashi kuchi yetmay. O mavzudan askarlarni bu yerga kirgizmaydi, o qo'rqib bu yerda Jankash qochib ketgan bilan bu yana o'zina qurolli Gomindan qismlari bor. Urumchi rayonining Manasqchilik bu Urumchi tarafda tuturatan bir Gomindan qismlari var. Ondan keyin bu yanın o'zida isyon qilib turgan bir Uyg'ur millati var. Ondan keyin bu shimol tarafning o'zida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati deb Xitoyni o'ltirib turgan bir jumhuriyat var bu yerda. Bunda vaziyat aslida o mavzudan bu yerga askar kirgizmaydi, qo'rqib o ishni qilmayotgancha. Ammo bizning Gomindan parasi rahbarlarimiz nima uchun qochib ketdi? Qochib ketmish bo'lmaydi, nima ish qilganda aviamdan o'tgandaklar bu yer mustaqil bo'lsam yana Sovet ittifoqining ta'sirida mustaqil kommunist parast davlat qoldi. Ham bungacha 5 yil ichida bu Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga qarshi jiq harakat qilyapti bular. 48-yili 6-oy mezgilda 90da qo'zg'algan bir qo'zg'olonning o'zini shu vaqtdagi Xinjiang o'lkalik hukumatga reis bo'lib turayotgan Mas'ud Sabri afandaniki qo'li bilan bostirilgan, shuning buyrug'i bilan bostirilgan bu isyon. Mustaqillik isyoni bostirilgan. Shunga o'xshash nurg'ulg'an qonli harakatga kirib qolgan. Kechirilmaydigan jinoyatlar. Ondan keyin Mao tashviqotga aralashgan Muhammad Amin Bug'ra hazratlariga o'xshash bundan mo'tabar shaxslarmi 5 yil jarayonida bu Gomindan tarafini tutib, bu Sharqiy Turkiston Jumhuriyati tarafga nurg'ulg'an adovat paydo bo'lib ketganda bu tashviqot jarayonida. Shunda bo'lgandan keyin endi bular o'ylab qoldida jazoga uchrab ketishi mumkin masalan. Bundan tashlab qochib ketgan. Yani bunçular ümitsizlenmesi bu da aslında. Hiç bo'lmasa qechib berib, Qashqarga berib to'xtab qo'ysin, bu yana bir mustaqillik e'lon qilmasi bo'ladi. Yetib o'ldi. Etib o'lib ketish kerakdi. Ama chet elni bilmagan odam emas, chet elni biladi, ulardan burunga chiqqan. Chet elda bir ish qilib bo'lmaydiganligini biladi. Ama bilib turib, endi eng oxirgi hayotimizda chet elda yashab turaylik. Bir gap bo'lar deb mundaq chiqib ketgan endi, umidsiz bo'lib chiqib ketgan. Ketishmaydi shu vaqtning o'zida mustaqillik e'lon qilvasin ketishmaydi. Jankash qochib ketgandan keyin. Unda asali Xitoy kirib, ya'ni kommunist Xitoy kirib unchalar bostirib ketolmaydi. Ammo shunda bir bo'shliqni tashlab qochib ketgan. Bu nimaga o'xshaydi desangiz, 33-yilda qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatiningki rahbarlari 34-yili 4-oy mezgilda oldin qaytam suhbat qildik. 4-oy mezgilda bir xoinning o'zi qilib, Bajuyan Lahmilgan qo'shin bilan Oqsudun Tungan Poti degandeklar Qishkatda rahbarlar masalan, so G'ojiniyoz Zojim rahbarligidagi tarafdorlari Sovet ittifoqi tarafga qochdi. Sobit Damullojim rahbarligidagi qo'llovchilari Yakan tarafga chiqindi. Qashqa bu markaziy hukumat poytaxtga toshilib ketgandan keyin boshliqlarning bostirilib shu vaqtdagi Matitay qonliq bostirdi. Shunga o'xshashlar bu janubdagi 7 viloyat, Urumchi markazidagi bu 7 viloyatning o'zi ikki tashlab qoldi. Aşı Gomindan'ın qoldiq, aşı Gomindan qismlari qilib qoldi bu yerda. Ular telegram yo'llaqandan keyin Mavzunga, bizdan idora qilaman, biz taslim bo'lmaymiz. Dedi, shuning bilan xotirjam 1950-yil 4-oydan boshlab andan keyin bu yerga kommunistlar qo'shin kirgizib o'tdi. Endi mashhur men azroq izoh berib qo'y. Muhammad Amin Bug'ra hazratlariga mundaq debto deydiganlar ko'p, bunda desa davasini ama to'g'ri tushunish kerak. Bu tarixning o'zini, tarix bo'yicha tushunish kerak. Buni aytib, muhim masala. Biz Cumhuriyatning qurilgan kunini xotirlaymiz, xotirlab qo'ygan u muhim ish emas. Xotirlamasam bo'laydi, ishim bo'lmaydi. Ama yakunlash kerak. Xotirlasa nimaga foydasi bor desa, biz bir davlat qurib tikanmiz deb, shuningga bir hayajonlanishgan foydasi bor. Ona boshqa bir alayda ta'siri yo'q, foydasi yo'q. Ammo shu vaqtdagi vaziyatni ko'rib chiqib, hozirgi vaziyatga selishtirish kerak. Shu vaqtning o'zida
ideologiya masalasidan bir mustaqil bo'layotgan bir davlatning o'zini nima uchun bu to'sqinlik qilgan? Hozir qanday bo'ladi? Hozir ideologiya qilib, vatanning ichida emas, vatanning sirtida. Vatanning ichidagilar hozir nima bo'lsin, Xitoydan olib chiqqan bir mustaqillik bo'lsa bo'ldi. Bir Xitoydan olib chiqqan bir davlat bo'lsa, bizni bir himoya qiladigan bir davlat bo'lsa deb buniga intilishimiz. Ammo vatanning sirtida mava tayyor ahmayaning o'zida masala bor. Masala boshqacha bo'lyapti. Suriyaga veriyorlar. Biz mustaqillik islomiy bir ruh bilan bo'lmaydigan bo'lsa, unda mustaqillik bizga zulm olib keldi deydigan bunday fikrning o'tirib chiqib kelishini biz 2016-yildagi bu vaziyatni kutmaydik. 98-yil degan hamda o'sha hozirgi ahli ilmlarimiz biz zodi vatan millat deb o'lsak bir zambil go'sh bo'lmaymiz deb turib fatvoni chiqarib vatan millat tugizmay boshqa yoqlarga mangan jihad qilib jihad qilib o'lib ketamiz deb shu xalqaro qo'shinimiz deb men betaklagan odamni u vaqtda vatanda yangi chiqqan o binasini bilmaydi, xalqaro vaziyatni bilmaydi, ular balkim shunda dab qolgan bo'lsa kerak desam bo'ladi. Ammo hozir chet elda 2016-yili bu internetdan taraqqiy qilib, telefon aloqani taraqqiy qilib, uchur vosita aloqalashi shunchalik bir voyatgan bir vaziyatdan o'zib turib, yana bizning o'zimizga biz shu 33-yildagidek bir islom bir jamiyati qurilmaydigan bo'lsa, undan mustaqillikni biz xohlamaymiz deb bunda bayon qilishning o'zi bunday xatarlik masala. Qarindoshlarimiz diqqat qilish kerak bunga. Ko'p rahmat. Rahmat. İnşallah başka bir programda görüş ümidi bilan qarindoshlarning ko'ngil qo'yib anglana ko'p rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh.